Assalomu alaykum. Bugun 6-may 2026-yil. Ushbu loyiha Agrobank ATB Xo'jaobod filiali hamda Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Beshkaram mahalla fuqarolar yig'ini 1569-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerga sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar. Eni 75 metrni, uzunligi 140 metrni tashkil etadi. Ushbu loyihaga jami 30 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan bo'lib, har bir ijarachi uchun 0,33 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Ekinlarni parvarishlash jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ekinlarni parvarishlash 8 oyni tashkil etadi. Hozirda ekinlar yetishtirilib, hosil berish jarayonida. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor Damet Cho'jas mas'uliyat cheklangan jamiyat biriktirilgan. Ushbu loyiha amalga oshirilgandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli hosil ekib, har bir ijarachini daromadini oshirish ko'zda tutilmoqda.